Assalomu alaykum. Bugun cash flow hisoboti haqida video tayyorladik. Cash flow bu nima? Cash flow haqida tushuncha, boshqa hisobotlardan farqi. Cash flow bu kompaniyaning real vaqt rejimida olgan va sarflagan naqd pul mablag'lari harakati. Bu pul oqimi kompaniyani kassasiga va bankiga tushgan pul kirim va chiqimlar bu cash flow hisoboti deyiladi. Bu pul oqimlari kompaniya faoliyati davomida sodir bo'ladi va buxgalteriyadagi daromad yoki xarajat tushunchasidan tubdan farq qiladi. Ya'ni bizni kassamizga 10 million pul tushdi degani bu 10 million bizda daromad bo'ldi degani emas. Bizdan 100 million pul chiqib ketdi degani bu korxonamiz uchun xarajat bo'ldi degani emas. Nima uchun bu muhim? Foyda va daromad xarajat buxgalteriya asosida hisoblangan shakldir. Ya'ni mahsulot sotilgan bo'lishi mumkin, ammo pul hali tushmagan bo'lishi mumkin. Unda pul oqimida esa aynan real kirim, chiqimlar ko'rsatadi. Bu sizning bank hisobvaraqingizdagi pul yoki kassangizdagi pul bo'lishi mumkin. Cash flow turlari. Cash flow 3 ta asosiy yo'nalishda tahlil qilinadi. Bu moliyaviy hisobotlarda ham xalqaro standartlarda hisoblanadi. Birinchisi, operatsion cash flow, asosiy faoliyatning naqd pul oqimi. Kompaniyaning asosiy faoliyati orqali ishlatilgan pullar, misol uchun pul kirimlari, mahsulot sotishdan, xizmat sotishdan yoki ikkilamchi ijaraga bergan pul bo'lishi mumkin, o'shandan tushgan mablag'lar. Chiqimlar esa ishchilar oyligi, ijara, kommunal, xomashyo materiallari, reklama, boshqa xarajatlar. Bu kompaniyaning o'zini o'zi moliyalashtirish darajasini ko'rsatadi. Doimiy ijobiy qiymatga ega bo'lishi kerak. Manfiy bo'ldimi, o'sha kompaniyada pul yetishmovchiligi kuzatiladi. Birinchisi, investitsion cash flow. Investitsion faoliyat pul oqimi bu kompaniyaning uzoq muddatli aktivlar bilan bog'liq moliyaviy harakatlari. Bu faoliyat kompaniyaning kelajakda va o'sish va rivojlanish uchun ketgan xarajatlar hisoblanadi. Pul chiqimlari, texnika, asbob-uskuna, IT tizimlar, misol uchun programmalar uchun ketgan xarajatlar bu foyda keltirmaydi, lekin keyinchalik foyda keltirishi mumkin bo'lgan chiqimlar bu operatsion chiqimlar deyiladi. Pul kirimi eski aktivlarni sotgan bo'lishimiz mumkin. Boshqa kompaniyalarda investitsiya qaytishi mumkin. Bu kompaniyaning yangi investitsiyalarini moliyalashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Ko'pincha bu manfiy bo'ladi. Asosan siz kelajagingiz uchun xarajat chiqim qilganingizda sizga u foyda uzoq muddatli foyda yaqin muddatda foyda keltirmaydi, lekin uzoq muddatda foyda keltirishi mumkin bo'lgan xarajatlar investitsion xarajatlar deyiladi. Bu asosan uzoq muddatli strategik maqsadlarni aks ettiradi. Keyingisi moliyaviy cash flow bu kompaniyaning tashqi moliyalashtirish manbalari bilan bog'liq naqd pul harakati. Bu turlar kompaniyada, misol uchun kredit, investitsion mablag'lar, obligatsiyalar bo'lishi mumkin. Pul kirimlari, chiqimlari, misol uchun siz ta'sischiga dividend to'lashingiz mumkin, kreditlar qaytarishingiz mumkin. Bu moliyaviy faoliyatga kiradi. Keyingisi bo'ldi bu. Keyingi cash flow turi bu cash flow 3 ta qismdan iborat bo'ldi, aytdik. Bu operatsion kompaniyaning asosiy faoliyatidan keladigan pul oqimlarini o'z ichiga oladi. Bu investitsion faoliyatdan keladigan kirim chiqimlarni o'z ichiga oladi. Keyingisi finansiy faoliyat bu qarzlar, dividendlar bilan bog'liq pul oqimlarini ko'rsatadi. Bunda jami cash flow, jami chiqim, jami kirim bu ombordagi naqd pul saldosida o'zgarishini bildiradi. Nega cash flow muhim? Cash flow har qanday kompaniya uchun muhim. Chunki bu biznesingizni sog'lomligini bildiradi. Bu pul bu kompaniyaning tomiridagi qon desa ham bo'ladi. Pulsiz foydasiz kompaniyalar uzoq yashashi mumkin, lekin real pulsiz uzoq vaqt yasholmaydi. Cash flow hisoboti bizga qarzlarni boshqarish,
investorlarga o'zimiz hisobotlarimizni ko'rsatishimiz uchun rentabellik emas, tiriklik. Ya'ni mana foyda bo'lishi mumkin, lekin pul bo'lmasa biznes ishlamaydi. Misol uchun, kompaniyangiz qarzga ko'p mablag' sotib tashlagan, lekin bu sotgan, sotuvdan siz daromad qilib foydadasiz, lekin amalda kassangizda umuman pul yo'q, ishchilarga oylik yo'q, xomashyoga pul yo'q, o'z-o'zidan pul yo'q, kompaniyada faoliyat uzoqqa bormaydi. Pul oqimini boshqarish strategiyasi. Samarali boshqarish strategiyasi. Debitor qarzlarini nazorat qilish. Kechikkan to'lovlar pul oqimiga bevosita salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun ularni qat'iy nazorat qilish kerak. Ya'ni qarzlarni ko'pga beravermaslik kerak. Оборот, o'zbekcha оборот uchun ko'proq pul qolishi kerak. Keyingi xarajatlarni rejalashtirish. Doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarni ajratish orqali optimallashtirish, samaradorlikni oshirish. Likvidlik zaxirasi, ya'ni zaxira pul mablag'larini saqlab turish. Keyingisi qisqa muddatli cash flow rejalarini tuzish. Misol uchun 3 oylik, 6 oylik rejalarni tuzish. Keyingisi xulosa bu cash flow bu sizning biznesingiz tirikmi yoki o'likmi degan savolga eng aniq javobdir. Pul oqimi nafaqat moliyaviy sog'lomlikni, balki kompaniyaning barqarorlik, qarzni qoplash salohiyati, o'sish salohiyati va investorlar uchun jozibadorlik darajasini aniqlovchi indikator hisoblanadi. Aniqlik, cash flow sizning biznesingiz real moliyaviy holatini aniq ko'rsatadi. Barqarorlik, pul oqimining ijobiy ko'rinishi kompaniyaning barqarorligini ta'minlaydi va kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishga yordam beradi. O'sish, samarali cash flow boshqaruv kompaniyaning o'sish salohiyatini oshiradi va investorlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.